boy va muvaffaqiyatli bo'lish uchun ko'proq uxlash kerak. Bu borada 3 kishini fikrini bildirib o'taman. Birinchisi, Alibaba asoschisi Jek Ma kuniga 8 soat uxlaydi. U shunday deydi: kam uxlagan odam ko'p ishlay olmaydi. Bizga sprinter emas, marafonda yuguradigan inson kerak. Ikkinchisi, Satya Nadella, Microsoft boshqaruvchisi. U 8 soat uxlaydi va shunday deydi: yaxshi qarorlar to'yimli ovqat va yaxshi uyqudan keyin keladi. Uchinchisi, Sundar Pichai, Google'ni boshqaruvchisi. U kuniga 8 soat uxlaydi. Meditatsiya va uyquni o'ta muhim deb hisoblaydi. Uyqusiz produktivlik bu o'zini aldash deb hisoblaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, biznes yetakchilari, rahbarlar, boylar, muvaffaqiyatli insonlar ortiqcha soatlarga emas, balki yetarli uyquga ega. Demak, boylar, muvaffaqiyatli insonlar kam uxlaydi degan gap bu bo'rttirilgan mif. Siz kuniga necha soat uxlaysiz va necha soat uyquni norma deb bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring.